aziz vatandoshlar, dunyo o'zbeklari o'z teledasturlarini Kanada davlatining poytaxti Ottavadan 500-600 kilometr olis masofada joylashgan Kvebek o'lkasining Montreal shahridan ham nazarimda 150-200 kilometr olis masofada joylashgan dilbar go'shalardan, o'rmon ichidagi mehmonxonadan olib boryapmiz bu dasturimizni. Demak, aziz vatandoshlar, O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotiga o'tamiz. Bu yerda men bugun aytmoqchi bo'lgan voqealardan oldin bitta yoqimli nima bor, bitta yoqimli bir xabar bor. Bugun Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimovning tug'ilgan kuni. Mana shu ajoyib yigit, general formasidagi Ulug'bek Berdiqobilovich Qosimov, bular general bu kishi Toshkent shahar prokurori bo'lib ishlagan, o'z faoliyatini prokuraturadan boshlagan, keyin Surxondaryoni bir ikkita rayonlarida hokim bo'lgan, viloyat prokuraturalarida ishlab Toshkent shahar prokurori bo'lgan va bugun Surxondaryo viloyatining hokimi. Unvoni general. Demak, Ulug'bek Berdiqobilovich Qosimovni men bugun Kanadaning go'zal o'rmonlaridan turib tug'ilgan kunlari bilan chin yurakdan tabriklayman. Men u kishi haqida ikki og'iz gap aytishim kerak. Nima uchun men u kishini hurmat qilaman? Birinchidan, Ulug'bek Berdiqobilovich juda kamtar. Bugun u viloyat hokimi, ertaga ministr bo'lsa ham, prezidentni davlat maslahatchisi bo'lsa ham, bu mana shunaqa kamtarligini saqlab qoladigan bir ajoyib inson. Men u kishini Toshkent shahar prokurori lavozimida ishlab yurganida Hamroqul Asqar degan yozuvchi do'stim bir kun menga, "Ismat, agar meni urushmasang bir gapni aytaman senga." "Nima deding?" desam, "Nima deysan?" desam, "Men Toshkent shahar prokurorining huzuriga boryapman." "Ha, boraver" dedim. "Yo, men seni ham yozib qo'ydim. Familiyangni yozib qo'ydim. Shu men bilan borsang." Avval urishdim. "Men dedim, prokurorga ishim yo'q, meni muammom yo'q" dedim. "Yo, sen jurnalist sifatida borishing kerak. Seni ular tanisa meni ishimni ijobiy hal qiladi" deb turib oldi. O'rtog'im, yaqin do'stmiz. Avval urishdim, so'kdim, jahlim chiqdi, lekin keyin o'yladim. Men jurnalist bo'lsam, kim bo'lmayman dedim. Bir do'stimni shuncha urishdim. U shahar prokuroriga yolg'iz borishga cho'chib, hayiqib, shu Ismatni olib borsam, balkim menga yaxshi muomala qiladi deb meni yozgan bo'lsa, men kimman? Nimaga buncha osmonlarga uchib unga hujum qilyapman deb pastga tushdimda, undan uzr so'rab, "Qachon borish kerak?" dedim. "Ertaga" dedi. Keyin "Ertaga telefon qilasan" dedim. Xullas, ertaga biza birga ertasi kuni Toshkent shahar prokurorini odamlarda qabul qiladigan birinchi qavatdagi o'zini joyi bor ekan Chilonzordagi shahar prokuraturasiga bordik. Hamma qatori telefonlarni qoldirib o'tish kerak ekan. Hamma qatori telefonlarni qoldirib, keyin Hamroqulga aytdim, "Sen telefoningni qoldir" dedim. Men ham telefonni qoldirmoqchi edim, lekin bir yigit yugurib kelib, "Siz Ismat aka telefoningiz bilan kiravering" dedi. Demak, tanir ekan meni, ular jurnalist sifatida kelganini bilar ekan. Xullas, kirdik, bir chetda o'tirdim. Lekin 10 minut ham o'tmay bir 100 ga yaqin odam bor, hamma stolga o'tiribdi. 10 minut ham o'tmay meni yonimga odamlar kelib, "Sizni shahar prokurori chaqiryapti." "Yo, men" dedim, "Nima emasmi?" "Yo'q" desam, "Yo, sizni chaqiryaptilar prokuror." "Qani?" desam, "Ana o'tiribdilar" dedi. Ro'paramda hamma harbiy kiyim kiygan, prokuratura kiyimini, yoshgina bir yigit, ularda nimalari bilinmaydi, zvaniyalari ko'rinmaydigan bir polivoy dala harbiy kiyimda ekan. O'sha yoshgina uzun bo'yli yigit, juda kamtar yigit. Men uni ko'rib, bir endi ishni boshlagan bir student yoki bir nima deb o'yladim. Endi ishni boshlaganlar bo'ladi-yu, hali oylik ham olmaydi. Juda kamtarligidan men uni shahar prokurori deb xudo haqqi o'ylaganim yo'q. Bordim, o'rnidan turib, "Ismat aka, assalomu alaykum. Sizday odam ham kelar ekan-ku bizda qabullarga" deb meni ko'rib borishini,
meni yaxshi tanishini aytib, men juda xursand bo'ldim. Nima xizmat dedi? Keyin men mana shu Hamroqul Asqar dedim. Bu yozuvchi dedim. O'zi dedim juda ko'p yuzlab sudlarda ishtirok etib, salkam advokat bo'lib qolgan. Shu bir ikkita shikoyatlar bilan kelibdi dedim. Keyin birdaniga Hamroqulga u kishi o'zini zamlarini aytib, nima masala deb eshitdilar. Hamroqul aytib berdi, qisqa gapirdi. Bu kishi hammasini eshitib, 3 ta muammoni ham 3 ta kishiga topshirib, mana bu kishi bilan birga boringlar, sizlar hozir o'tirib shug'ullaninglar, yarim soatdan keyin menga axborot berasizlar deb chiqarib yubordilar va men bilan suhbatlashib, keyin men xijolat chekib, aka siz dedim, davom ettiravering dedim. Men kuzataman dedim. Keyin borib joyimga o'tirdim, kuzatdim. U kishi shu orada yarim soat ichida bir 10 ta kishini qabul qilib, ishlarini hal qilib jo'natdilar. Keyin Hamroqul Asqar bilan 3 ta gaplashgan prokuratura xodimlari chiqib keldi. Men yana chaqirdilar, bordim. Xullas hammasiga topshiriq berib, muammoni o'z joyida hal qiladigan rahbar sifatida meni birinchi ta'sirotim Ulug'bek Berdiqobulovich haqida juda ijobiy bo'ldi. Keyin 2 marta telefon qildim. Uchrashishimiz kerak. Meni ham shikoyatlarim bor dedim. Toshkent shahar hokimligiga keling aka. Biz kechqurun Ortiqxo'jayev bilan yig'ilishdan chiqib, o'sha yerda sizni kutib turaman dedilar. Bordim. Juda ko'p odam mashinalar to'lib ketgan Toshkent shahar hokimligiga. Keyin bir yigit chiqib, "Ismat aka, siz qayerdasiz?" deb qichqira boshladi. Men borsam, "Men" dedi, "nimani Sergelini prokuroriman. Sizda shahar hokimi so'rayapti, shahar prokurori so'rayaptilar" dedi. Borsam, odamlarni qabul qilib, shikoyatlarni qabul qilib turgan joyda o'rnidan turib, men bilan gaplashib, yana men aytgan masalada kerakli joylarga telefon qilib, birdaniga masalani qonuniy hal qilishdi. Ismat Xushev keldi, ijobiy hal qilinglar demadi. Ko'ringlar, qonuniy hal qilib menga dalash qilasizlar dedi. Amanda esa har kuni 10 tadan shikoyat bor edi. Bu o'zini yerini ololmay yurgan tadbirkorlar, rayon va shahar hokimlarining tazyiqiga uchrab qolganligi haqida edi. Bitta masalada hokimiyat hal bo'lib chiqdi, ikkita masalada shikoyat qilganlar hal bo'lib chiqdi va shahar prokurori bu masalalarni juda adolatli, qonuniy hal qilib berdi. Shu men Ulug'bek Berdiqobulovichni 1 marta qabulida bo'ldim, suhbatlashdik, 2 marta 5 minutlik qisqa uchrashuvlar bo'ldi. U kishi meni vaqtim yo'q demadi. Shahar hokimligida muhokama qilayotgan paytda ham chiqib, men bilan 5 minut gaplashib, yana yig'ilishga kirib ketdi. Mana shu men Ulug'bek Berdiqobulovichni o'z kasbiga sadoqatli, juda kamtar va kamsuqum, halol va pokiza bir inson deb bilaman. U kishini kutilmaganda Surxondaryo viloyatiga hokim bo'lib ketganlarini eshitib, men rosti juda quvondim. Surxondaryodan kelayotgan juda ko'p shikoyatlarni men u kishiga yuboraman. U kishi men aytgan hamma shikoyatchilarni qabul qiladilar. Hattoki bitta Suyundiqov Baxtiyorni 5 marta qabul qildilar. Endi 6-marta qabul qilib, ijobiy hal qilib berishlari kerak. 5 marta qabul qildilar. Prokurorlar luttvozlik qilib turibdi. Obul uvidilar luttvozlik qilib turibdi. 5 marta meni iltimosim bo'yicha qabul qildilar. Viloyat hokimlariga ham juda qiyin prokuratura ichki ishlarga bog'liq muammolar Toshkentga kelib taqaladi. Lekin biz bu masalani Baxtiyormi, Isroiljon Suyundiqovni ishini albatta ijobiy hal qilamiz. Demak, aziz vatandoshlar, men bugun O'zbekistondan 10 minglab olis kilometr masofada joylashgan Kanada davlatining o'rmonlarining ichida joylashgan bir mehmonxonadan turib, dam olish zonasidan turib mualliflik dasturini olib borar ekanman. Ana shu go'zal go'shalardan turib O'zbekistonda, Surxondaryoda hokimlik qilayotgan Ulug'bek Berdiqobulovich Qosimovni bugungi tug'ilgan kuni bilan chin yurakdan tabriklayman. Ulug'bek aka, siz yosh bo'lsangiz ham og'ir, bosiq, mulohazali, adolatli, Prezident Shavkat Mirziyoyev g'oyalariga juda sadoqatli mulozim bo'lganingiz uchun men sizni juda hurmat qilaman. Va meni aytgan hamma iltimoslarimni boshqa hokimlar 1 qiladi, 2 qiladi. Siz tinim bilmay buni
Chunki meni iltimoslarim bu meni shaxsiy iltimoslarim emas. Bu menga murojaat qilayotgan, shikoyat qilayotgan surxondaryoliklarning dardu istiroblarini hammasini o'zingiz qabul qilib, yuragingizdan o'tkazib ko'ryapsiz. Sizday rahbarlar ko'p bo'lsin. Sizday halol, pokiza rahbarlar juda kam, ming afsuski. Lekin Islom Karimov davridagi siyosatga qaraganda siz Shavkat Mirziyoyev davrida shakllangan adolatli va diyonatli rahbarlar pleyadasiga kirasiz. Islom Karimov davrida rahbar bo'lib shakllangan bir talay mulozimlar bor bugun tepada. Ularning davri o'tdi. Ular Shavkat Mirziyoyevni siyosatini to'g'ri tushunsa, tushundi, to'g'ri tushunmasa arqonlar tortib olinyapti. Endi ularga ham oliy rahbariyatda o'rin bo'lmaydi. Shu uchun aziz vatandoshlar, men bugun Ulug'bek Berdiqobulovich Qosimovni Surxondaryo viloyatining yosh, kelishgan, istiqbolli, halol va pokiza, og'ir va bosiq, kamtar va kamsuqum hokimini olis Kanadaning cheksiz kengliklaridan, o'rmonlaridan, go'shalaridan, ajoyib vohalaridan turib bugungi tug'ilgan kun bilan chin yurakdan tabriklayman va u kishining ishlariga omad tilayman. Demak aziz vatandoshlar, bugungi dasturimizni biz endi yakunlaymiz va men va'da qilganim kabi Laylo she'rini, ashulasini efirga qo'yamiz. Bu Surxondaryo viloyati hokimi demak Ulug'bek Qosimovni tug'ilgan kuni munosabati bilan bugun efirda yayraydigan tabrigimiz, musiqali salomimiz bo'lsa ne ajab. Balki o'chgan
Demak, aziz vatandoshlar, dunyo o'zbeklari bosh muharriri Ismat Xushevning O'zbekistondan 10 minglab kilometr olis masofada joylashgan Kanada davlatining dilbar go'shalaridan olib borgan mualliflik dasturi nihoyasiga yetdi.